Qarzdor odam agar nochor bo'lsa, qiynalgan bo'lsa, faqir bo'lsa, unga samohat qilish kerak. Agar imkoniyat bo'lsa, unga yengillik qilish kerak. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda va in kana zu usra fa nadhiratun ila maysara deydi. Qarzdor odam faqir bo'lsa, nochor bo'lsa, qiynalgan bo'lsa, kambag'al bo'lsa, sen uni boy bugungacha ham kutasan deydi Alloh azza va jalla. Haqdorga aytayapti. Faqir bo'lib qolsa, kambag'al bo'lib qolsa, nochor haqiqatda imkoniyati yo'q bo'lsa, sen uni boy bugungacha ham kut deydi Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda. Imkoniyati bor bo'lib turib bermay yurgan u boshqa masala. Eng og'ir hukm ana shularga. Imkoniyati bor, bermay yuribdi. Lekin faqir, nochor, qiynalyapti, imkoniyati yo'q. Bunaqa odamga yengillik qilish, samohat qilish savob, bir oz miqdorini kechib yuborish savob, muddatini cho'zib berish savob, shunaqa katta savoblarga ega bo'lamiz.